O'rtoqlar, biz Toshkent supermarketga keldik. Manhattan'da ochilgan yangi branchiga. Hozir sizlarga Toshkent supermarket ichida nimalar borligini va qanaqa ovqatlar borligini ko'rsatmoqchiman. Juda ham zo'r joyda ochilibdi. Shundoq metrodan chiqaverishinglarda mana ichkarisida yuringlar, kirib billa bitta sizlarga obzor qilib berishga harakat qilaman. Qaranglar, bu yerda xohlagan meva-chevalar bor. Meva-cheva, mana bu yerda salatlarning xilma-xili bor. Kuncho'za deysizmi, murskoy salat deysizmi? Pirashki, sosiska testi deysizmi? Somsalarning xilma-xilligi bor. Bundan tashqari hozirlarga zo'r narsa ko'rsataman. Mana bitta manta bor ekan. Qovoq, go'shtli manta, pirlovka, grechka, guruch, chebureklar bor. Va eng qizig'i, Toshkent supermarketda, Manhattanda, Amerikada, Nyu-Yorkda markazida mana bunaqa zig'ir oshi, samarqandcha zig'ir osh. Xo'ja zig'ir osh, sariq sabzidan qilingan osh. Xullas, ishchilari juda ham ko'p, meksikalik ishchilari bor ekan, juda ko'p odam ishlaydi, bir nechta kassa. Mana bu salatlar, kaboblar. Toshkent supermarketga kelinglar, mazza qilib, o'zimizning ovqatlarni yeyinglar, o'zimizning o'zbek ishlab chiqaruvchini podдержка qilinglar.